Ketdi. Ochasiz. Mana Nodir juda Olimpiada chempioni bo'lsin deb. Olimpiyskiy. Kimdan bu? O'rtoqlar, mana bu O'zbekistonda tadbirkorlar sportchilarga homiylik qilishda yo'lga qo'yganda Ishon bobo, Berdirahmat, mana shogirdlar eshitdingizlar. Nodir Judoni men otasiga rahmat aytaman. Mana shu tadbirkorligiga baraka bersin Alloh. Nimaga? Hamma sportchilarga homiylik qilyapti. Hamma trenerlarga ham, ustozlarga ham. Nodir Judoday masalan mana Chiroqchida o'ylab ko'ring, yana bitta mana Estet degan oshxonaning egasini ko'rdim. Menga deydi, Shahrux Baxtiyorovni olib keling deydi, sovg'a beraman deydi. Shuning uchun zo'r to'y berdi. Men bu o'zim institutdan o'zim qilganman. mana shu Qashqadaryodagi zot qo'ydi-ku. mana shu Nodir Judoni savdosiga Xudo baraka bersin. Estet oshxonasining ham rahbariga katta rahmat. Shu bilan birgalikda mana e'tibor bering, Qashqadaryoda shunday mard odamlar bor-da. Mana Qaynar sanatoriyasi, Shifo Plazaning egasi ham sportchilarga doim putyovka beradi. Kitob. Ha, kitob. Mana Katta Tosh tandir, Sharshara, mana G'uzorda Poytaxt degan magazin ochilgan. Keyin Pachkamar choyxonasi, keyin Pardabobo degan tandir joy bor. Shular hammasi sportchilarga homiylik qiladi. Shularni hammasini oilasidan eng kamida Olimpiya chempioni chiqsin. Mana muhtaram prezidentimiz tadbirkorlarni doim qo'llab-quvvatlaydi. Shularning savdosiga, kasb-koriga baraka bersin. Ishon bobo omin deng. Hammasini ishi o'ngidan kelib, bolalar chempion bo'lib, doim sportchilarga shunday Qashqadaryoda homiylik qiladigan tadbirkorlarni Alloh ishini omadini bersin. Alloh Nodirda kurash bergan narsa, kurashga narsa o'zimiz xizmat qilamiz. Ustoz bu Nodir juda kurash bergan o'g'illi bo'ldi bir yana. Tabriklaymiz. Efson Xudo berdi yana. Nasib bo'lsa katta kurash qilib beradi, o'zimiz xizmatda bo'lamiz. Allohu akbar. Keyin O'roq bu bitta muxlislarning talabida aka. Bizda Qashqadaryoda Bektemir degan polvonimiz bor edi, 2 yillar ko'rinmay qoldi, adashmasam. Ha, Bektemir nomli. Shu aka siz ustozimi? Ha, ustoz. Aka bir muxlislarga bir aniq faktni bersangiz-da, Bektemir qachon to'y kurashga qaytadi va muxlislarga qachon kayfiyatini ko'taradi. Shu haqda bir Bektemir haqida aniq ma'lumot bering aka, iltimos sizdan. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, hurmatli Bektemir polvonning muxlislari. Avvalambor sizlarga rahmat, mana shuncha Bektemir polvonni qo'llab-quvvatlab eslatganlaringiz uchun. Bektemir polvon hammaga ma'lum. Yelkasidan hozir travma oldi, Xudoga shukr, hozircha Rossiyaga borib kutirib kelib, bir 6 oy dam oldi. Endi Xudoga shukr Toshkentga borib oilaviy ko'chib ketdi-da, shu yerda tayyorgarlik boshladi. Xudoga bu yil to'y sezonga to'yga chiqadi, muxlislarga yana bir hammasi xursand. Bu yil 2026, shundaymi? 26 kuzda. 26 kuzda. Bizda nasib bo'lsa sentyabr, oktyabr oylari. Oktyabr oylari Xudo xolasa to'yga chiqadi, Xudo xolasa. Rahmat. Avvalo Xudo, avvalo omadni bersin. Bir duo berasizlar. Amin. Bektemir polvon shu Alining maydoniga yuzi yorug' bo'lib, g'alabalar bilan, zafarlar bilan, bir shijoatli katta qadam bilan muxlislarni quvontiradigan bo'lib, davramizga fayzga to'ldirib, guldiroz kurashlari bilan hammamizni quvontirsin. Travmalarni ham Alloh shifosini bersin. Butun muxlislarga kattakon rahmat. Sizlar ham duo qilingizlar, bizlar ham duodamiz. Kimki travma olgan bo'lsa Bektemir polvonda hammasini davosini bersin Alloh. Amin. Allohu akbar. Shifosini bersin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Yana qaytsin.